O'rtoqlar, biz bugun Golden House o'z makoni domlariga yetib kelganmiz. Bu domimizga esingizda bo'lsa, prorabimiz tomonidan tanlagan kafellarni 9-etajga olib kelib chiqarib bergan edik. Kafelning ishlari juda tugagan ekan. Biz keramik servis jamoamiz bilan birgalikda kelib, 3 dona kafellar ortib qolgan ekan, kelib olib ketamiz va yetmay qolgan kafelliklar bo'lsa ham shuni ham yetkazib beramiz sizlarga. Bu servisimizda mutlaqo bepul sizlar uchun, sani klientlarimiz uchun bu narsani servis qilib tayyorlab qo'yganmiz. Hamma narsani sizlar uchun. O'rtoqlar, sizlarni Novostroyerda uyda xonadoningizda 14-etajdami, 15-etajdami hali liftda ruxsat yo'q bo'lsa tashishga yoki liftda qiynalgan bo'lsangiz, bizga murojaat qilinglar. Biz o'zimizda pastda lift yordamida olib kelib, hammasini ochib, chiroyli qilib taxlab beramiz uyingizga. Mutlaqo bepulga. Bu servisimizda sizlar uchun faqat kimga murojaat qilishni o'zingizlar bilasizlar. Keramik o'z nomeri